Agar sizda bank kartasi, telefon raqami, Telegram, Click, Payme, Uzun bank, Apelsin yoki boshqa onlayn to'lov ilovalari bo'lsa, bu video sizga bevosita tegishli. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Firibgarlar hozir oddiy odamlarning pulini avvalgidan ancha tez, ancha ishonarli usullar bilan olib qo'ymoqda. Bu faqat keksalar yoki texnikani yaxshi bilmaydigan odamlar muammosi emas. Men amaliyotda ko'ryapman. O'qituvchi ham, tadbirkor ham, talaba ham, haydovchi ham, hatto bank xizmatlaridan yaxshi foydalanadigan odam ham tuzoqqa tushyapti. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta to'g'ri ogohlantirish kimningdir oylik maoshini, pensiyasini yoki yig'ib qo'ygan pulni saqlab qolishi mumkin. Oldin firibgarlik odatda juda oddiy ko'rinishda bo'lardi. Masalan, kimdir telefon qilib o'zini bank xodimi deb tanishtirardi. Karta raqamini so'rardi yoki SMS kodini aytishni talab qilardi. Ko'pchilik bunday qo'ng'iroqlarga shubha bilan qarardi. Chunki gapirish uslubi qo'pol, savollar g'alati. Bahonalar esa ishonarsiz bo'lardi. Odamlar ham asta-sekin bilib oldi. SMS kodini hech kimga aytmaslik kerak. Karta parolini bermaslik kerak. Begona havolaga kirmaslik kerak. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Firibgarlar oddiy qo'ng'iroq bilan cheklanmayapti. Ular odamning ismi, familiyasi, yashash hududi, ishlaydigan joyi, e'lon bergan mahsuloti, hatto qaysi bankdan foydalanishini bilib olishi mumkin. Ular ijtimoiy tarmoqlardan, e'lon saytlaridan, ochiq ma'lumotlardan va siz o'zingiz qoldirgan izlardan foydalanadi. Natijada qo'ng'iroq qilganda gaplari ancha ishonchli eshitiladi. Masalan, siz telefoningizni sotish uchun e'lon joylaysiz. Oradan 10 daqiqa o'tib kimdir yozadi. Aka, telefon yo'qdimi? Men olaman. Faqat yetkazib berish orqali rasmiylashtiraylik. Keyin sizga havola yuboradi. Havola dizayni haqiqiy servisga o'xshaydi. Siz karta ma'lumotini kiritasiz. Go'yoki pulni qabul qilmoqchi bo'lasiz. Aslida esa siz pul qabul qilmayapsiz, kartangizdan pul yechilishiga ruxsat beryapsiz. Mana eng xavfli o'zgarish shu. Firibgar sizdan pul yuboring demaydi. Aksincha pul olasiz deb ishontiradi. Yana bir katta o'zgarish ular vahima yaratadi. Kartangizdan pul yechilyapti. Sizning nomingizga kredit olinmoqda. Akkontingiz bloklanadi. Bugun tasdiqlamasangiz jarima chiqadi. Telefon raqamingiz boshqa odam nomiga o'tmoqda. Kabi gaplar bilan odamni tez qaror qabul qilishga majbur qiladi. Men doim aytaman, firibgarning eng kuchli quroli texnika emas, shoshiltirish. Odam shoshilganda tekshirmaydi, solishtirmaydi, yaqindan so'ramaydi, bank rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qilmaydi. Eng avvalo har bir odam bilishi kerak bo'lgan asosiy qoida bor. SMS kod, ilova kodi, karta PIN kodi, pasport ma'lumotlari. Tasdiqlash kodlari va bank ilovasiga kirish puli hech qachon begona odamga aytilmaydi. Hatto u odam o'zini bank xodimi, EB xodimi, soliq xodimi, kuryer, operator, texnik yordam yoki tanishingiz deb tanishtirsa ham. Haqiqiy xodim sizdan bunday kodni so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, men buni darhol xavf belgisi deb baholayman. Birinchi real holatni tasavvur qiling. 28 yoshli ayolga qo'ng'iroq bo'ladi. Firibgar o'zini bank xavfsizlik bo'limidanman deydi. Opajon, kartangizdan 3 million 800 ming so'm yechilmoqchi. Hozir to'xtatmasak pul ketadi deydi. Ayol qo'rqib ketadi. Unga ilovaga kirish, kelgan kodni aytish, keyin boshqa kartaga pul o'tkazib, xavfsiz hisobga saqlash kerakligi tushuntiriladi. Natijada ayol o'z qo'li bilan 2 million so'mni firibgarning kartasiga o'tkazadi. Bu yerda firibgar pulni majburlab olmadi. U ayolni pulimni saqlayapman degan fikrga ishontirdi. Ikkinchi holat, talaba ijaraga uy qidiryapti. Telegram guruhida chiroyli kvartira chiqadi. Markazga yaqin, remonti yaxshi, narxi bozor narxidan past. Masalan, oyga 2 million so'm, uyga talabgor ko'p. Bron qilish uchun 500 ming so'm tashlab qo'ying deyshadi. Talaba shoshiladi. Chunki yaxshi uy topish qiyin. Pulni yuboradi, keyin profil ochadi, telefon ochadi. Kvartira esa umuman mavjud bo'lmasligi ham mumkin. Bu yerda belgi juda aniq, narx juda qulay, vaqt juda kam. Oldindan pul talab qilinyapti. Uchinchi holat, kimdir mashina sotyapti. Xaridor telefon qiladi, juda muloyim gapiradi. Narx bilan ham ko'p tortishmaydi. Men hozir boshqa viloyatdaman, ukam olib ketadi, sizga avans tashlayman deydi. Keyin pul tushishi uchun havoladan tasdiqlang yoki bankdan kod keladi, ayting to'lovni yakunlayman deydi. Sotuvchi o'ylaydi, men pul olyapman-ku, nimadan qo'rqaman? Lekin aynan shu joyda xato bo'ladi. Pul qabul qilish uchun hech qachon karta paroli yoki SMS kod kerak emas.
Sizga pul tashlash uchun odamga faqat karta raqami yetadi. Karta amal qilish muddati orqa tarafdagi 3 xonali kod, SMS kod, ilova kodi kerak bo'lsa, bu allaqachon xavf. Kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda e'lon saytlarida faol odamlar, mashina, telefon, kiyim, mebel, uy-joy, xizmat sotadiganlar. Ikkinchi guruh pensiya yoki nafaqa oladiganlar. Chunki firibgarlar ularni ko'pincha kompensatsiya, moddiy yordam, davlat to'lovi degan bahonalar bilan aldaydi. Uchinchi guruh kredit, qarz, muddatli to'lov izlayotganlar. Chunki odam pulga muhtoj bo'lganda shartlarni sinchiklab o'qimasligi mumkin. To'rtinchi guruh Telegram kanallarida savdo qiladiganlar, kripto, investitsiya yoki tez daromad takliflariga qiziqadiganlar. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar siz hech kimga kod bermasangiz, begona havolaga karta ma'lumotini kiritmasangiz, bankka faqat rasmiy ilova yoki rasmiy raqam orqali murojaat qilsangiz, telefoningizga noma'lum ilova o'rnatmasangiz, xavf ancha kamayadi. Lekin men aldanmayman deb butunlay xotirjam bo'lish noto'g'ri. Firibgarlar aynan o'ziga ishongan odamlarni ham tushiradi. Chunki ular har safar yangi bahona, yangi dizayn, yangi ssenariy bilan chiqadi. Endi qoidalarning istisnolari. Yashirin xavflar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala. Firibgarlar har doim ham begona raqamdan qo'ng'iroq qilmaydi. Ba'zan raqam oddiy mahalliy raqamga o'xshaydi. Ba'zan Telegram profilida haqiqiy odamning rasmi, ismi, hatto eski yozishmalarga o'xshash uslub bo'ladi. Ayrim holatlarda tanishingizning akkaunti buzilgan bo'lishi mumkin. Sizga tezda 1 million so'm kerak. Kechqurun qaytaraman deb yozsa, siz uning ovozini eshitmaguningizcha pul yubormang. Ikkinchi nozik masala, firibgarlar ovozli xabar va sun'iy ovozdan ham foydalanishi mumkin. Bugun texnologiya shunday darajaga yetdiki, qisqa ovoz namunasi asosida odamga o'xshash ovoz yasash mumkin. Shuning uchun ovozi o'xshadi degani yetarli dalil emas. Men yaqinlarim bilan oddiy xavfsizlik qoidasini kelishib qo'yishni tavsiya qilaman. Agar kimdir pul so'rasa, oldindan kelishilgan savol beriladi. Masalan, faqat o'ylab biladigan biror ma'lumot. Lekin bu savol ham juda oddiy bo'lmasligi kerak. Chunki tug'ilgan sana, maktab nomi, farzand ismi kabi ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik masala bank xodimiga o'xshab gapirish. Firibgarlar rasmiy so'zlardan foydalanadi. Verifikatsiya, blokirovka, identifikatsiya. Xavfsizlik protokoli, tranzaksiya bekor qilish, kredit arizasi, operator tasdiqlashi. Oddiy odam bu so'zlarni eshitib, rostdan bank bilan gaplashyapman deb o'ylashi mumkin. Lekin men bitta oddiy mezonni ishlataman. Agar suhbat davomida mendan maxfiy kod, parol, telefonga masofadan kirish yoki noma'lum havolaga o'tish so'ralsa, suhbatni darhol to'xtataman. To'rtinchi nozik masala, masofadan boshqarish ilovalari. Ayrim firibgarlar telefoningizni tekshiramiz, virus bor, bank ilovangizni himoyalaymiz deb AnyDesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash ilovalarni o'rnatishni so'raydi. Siz bunday ilovani o'rnatib, ruxsat bersangiz, ular telefon ekraningizni ko'rishi, kodlarni o'qishi, ilovaga kirishi, pul o'tkazmalarini bajarishi mumkin. Bu juda xavfli. Hech qachon begona odam aytgani uchun telefoningizga masofaviy boshqaruv ilovasini o'rnatmang. 5-nozik masala, rasmiy saytga o'xshash sahifalar. Havola bitta harf bilan farq qilishi mumkin. Masalan, haqiqiy servis nomiga qo'shimcha chiziq, nuqta ortiqcha harf qo'shiladi. Dizayn esa deyarli bir xil bo'ladi. Siz logotipni ko'rasiz, ranglar mos, tugmalar chiroyli, hatto xavfsiz to'lov deb yozilgan bo'ladi. Lekin sahifa firibgarniki bo'lishi mumkin. Men har doim manzil satriga qarayman, iloji bo'lsa havoladan emas. Ilovaning o'zidan yoki rasmiy saytni qo'lda yozib kiraman. 6-nozik masala juda foydali takliflar. Kuniga 300 ming so'm daromad. 1 million kiritib, 3 million oling. Kripto orqali kafolatli foyda. Davlatdan qaytariladigan pul, kompensatsiya ro'yxati, bepul sovg'a. Faqat bugun kabi gaplar ko'pincha tuzoq bo'ladi. Haqiqiy moliyaviy imkoniyat hech qachon 100% kafolatli. Xavfsiz va juda tez boyitadigan shaklda bo'lmaydi. Agar taklif sizda buni o'tkazib yuborsam bo'lmaydi degan shoshilinch hissiyot uyg'otsa, men aynan o'sha paytda to'xtab tekshiraman. 7-nozik masala. Qarindoshlar orqali bo'lsin. Ba'zan firibgarlar ota-onaga qo'ng'iroq qilib, o'g'lingiz avariya qildi, qizingiz militsiyada, tez pul kerak, ishni yopamiz deb qo'rqitadi. Bunday holatda odam o'ylamaydi. Chunki farzandi haqida gap ketyapti. Lekin aynan shunday vaziyatda
birinchi qadam pul yuborish emas, farzandning o'ziga, yaqiniga yoki rasmiy milliy raqamiga qo'ng'iroq qilish bo'lishi kerak. Agar qo'ng'iroq qilgan odam sizni liniyada ushlab turishga urinayotgan bo'lsa, demak u sizga tekshirish imkonini bermoqchi emas. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Telefoningizdagi bank ilovalari uchun alohida kuchli parol qo'ying. Tug'ilgan sana 1001-1234 telefon raqamining oxirgi raqamlari kabi parollarni ishlatmang. Ilova ruxsat bersa biometrik kirishni yoqing. Lekin SMS kodga ham ehtiyot bo'ling. Telefoningizni hech kimga ochiq holda bermang, ayniqsa bank ilovasi ochiq turgan paytda. Ikkinchi qadam, kartangizga limit qo'ying. Ko'pchilik buni qilmaydi, lekin bu juda foydali himoya. Masalan, kunlik onlayn to'lov limitini 500 ming yoki 1 million so'm qilib qo'yish mumkin. Katta to'lov kerak bo'lsa, limitni vaqtincha oshirasiz, keyin yana tushirasiz. Agar firibgar ma'lumotga ega bo'lsa ham, bir urinishda katta summa yecha olmasligi mumkin. Albatta, limit mutlaq himoya emas, lekin zarar miqdorini kamaytiradi. Uchinchi qadam, asosiy pul saqlanadigan karta bilan internetda to'lov qilmang. Men odamlarga ikki karta usulini tavsiya qilaman. Birinchi karta asosiy pul uchun, ikkinchi karta kundalik to'lovlar uchun. Internetga xarid yetkazib berish, obuna e'lon orqali savdo uchun faqat oz miqdor pul turgan kartadan foydalaning. Masalan, asosiy kartada 10 million so'm bo'lsa, internet to'lov kartasida 200 ming yoki 500 ming so'm tursin. To'rtinchi qadam. Agar sizga bankdan qo'ng'iroq qilishsa, suhbatni davom ettirmang. Men o'zim rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilaman deb qo'ying. Keyin kartangiz orqasidagi raqamga. Bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan kal markazga yoki ilova ichidagi yordam bo'limiga murojaat qiling. Firibgar bergan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Chunki u ham firibgarning ikkinchi raqami bo'lishi mumkin. Beshinchi qadam. Agar kartangiz ma'lumotini kiritib qo'ygan bo'lsangiz yoki kodni aytib yuborgan bo'lsangiz, vaqt yo'qotmang. Darhol bank ilovasiga kirib kartani bloklang. Agar ilovaga kira olmasangiz, bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling. Keyin oxirgi operatsiyalarni tekshiring. Pul yechilgan bo'lsa, bankdan operatsiya bo'yicha ma'lumot oling va ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada sana vaqt, qo'ng'iroq qilgan raqam, yozishma skrinshotlari, karta raqami, operatsiya summasi qaysi ilova orqali bo'lgani aniq yozilishi kerak. 6-qadam, dalillarni o'chirmang. Ko'pchilik uyaladi, asabiylashadi va yozishmani o'chirib tashlaydi. Bu xato. Telegram yozishmalari, SMS'lar, qo'ng'iroq tarixi, havolalar, chek rasmlari, tranzaksiya raqamlari, karta egasi nomi, profil havolasi, reklama skrinshoti hammasini saqlang. Agar ariza bersangiz, dalil qancha ko'p bo'lsa, holatni tushuntirish shuncha oson bo'ladi. 7-qadam, yaqinlaringizga oddiy qoida o'rgating. Men oilada shunday kelishuv bo'lishini foydali deb bilaman. Hech kim telefon orqali aytilgan gapga ishonib pul o'tkazmaydi. Hech kim SMS kod aytmaydi. Hech kim begona havolaga karta ma'lumotini kiritmaydi. Agar tez pul kerak degan xabar kelsa, avval video qo'ng'iroq qilinadi yoki boshqa raqam orqali tekshiriladi. Ayniqsa ota-ona, buva, yaqinda smartfon ishlata boshlagan qarindoshlar bilan buni alohida gaplashib oling. 8-qadam, e'lon orqali savdo qilayotganda faqat oddiy va tushunarli usuldan foydalaning. Sizga pul tashlash uchun xaridorga karta raqami yoki telefon raqamiga bog'langan to'lov ma'lumoti yetadi. U sizga havola yuborish shart emas. Siz hech qayerga kirib qabul qilish tugmasini bosishingiz shart emas. Agar kuryer xizmati ishlatilsa, faqat rasmiy ilova yoki rasmiy sayt orqali manzilni o'zingiz tekshirib ishlang. Xaridor sizni boshqa messenjerga o'tkazishga, havolaga kiritishga, kod ayttirishga urinsa, savdoni to'xtating. 9-qadam, kredit va qarz masalasida ehtiyot bo'ling. Kredit chiqarib beramiz. Qora ro'yxatdan olib tashlaymiz. Oldindan komissiya tashlang. Arzani tezlashtiramiz degan takliflar ko'p uchraydi. Haqiqiy kredit rasmiy bank yoki litsenziyaga ega tashkilot orqali rasmiy shartnoma bilan beriladi. Oldindan pul tashlab, keyin kredit olish sxemasi juda xavfli. Agar kimdir kredit oldidan 200 ming, 500 ming yoki 1 million so'm xizmat haqi so'rasa, bu joyni sinchiklab tekshiring. 10-qadamda bolalar va o'smirlarni ham ogohlantiring. Ular o'yin akkauntlari, bonuslar, bepul skinlar, sovg'alar, ovoz berish havolalari orqali aldovga tushishi mumkin. Bola ota-onasining telefonidan kodni aytib yuborishi yoki karta olingan akkauntdan to'lovni tasdiqlashi mumkin.
Shuning uchun oilaviy telefonda bank xabarlari, karta ulanishi va ilova parollariga alohida e'tibor bering. Agar allaqachon pul ketgan bo'lsa, men buni yashirmaslikni maslahat beraman. Uyalish kerak emas. Chunki firibgarlar odam psixologiyasini professional darajada ishlatadi. Siz qancha tez harakat qilsangiz, imkoniyat shuncha yuqori bo'ladi. Bankka murojaat qiling, kartani bloklang, ariza yozing, dalillarni taqdim eting, yaqinlaringizni ogohlantiring. Firibgar yana boshqa odamlarni aldashi mumkin. Shuning uchun sizning xabaringiz boshqalarga ham yordam beradi. Bugun men aytgan asosiy fikr bitta. Hech qachon shoshilmang, hech kimga kod aytmang. Begona havolaga karta ma'lumotini kiritmang va har qanday qo'ng'iroqni rasmiy manba orqali tekshiring. Firibgarlar odamning pulini texnika bilan emas, asosan qo'rquv, shoshiltirish, ishonch va beparvolik orqali oladi. Siz bu usullarni bilsangiz, ularning eng kuchli quroli ishlamay qoladi. Kommentariyada yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelganmisiz? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Tajribangiz boshqalarga foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, yaqinlaringizga, do'stlaringizga yuboring. Bunday ogohlantirish kech ko'rgandan ko'ra hozir ko'rgan yaxshi.